Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Usmonjon Murataliyev. Demak, bugun men sizlarga Learn English by Listening degan programma haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni mana bu programmamiz Learn English by Listening deb nomlanadi. So'zlab qo'yganman o'zbek. Demak, bu yerda Learn English by level deyapti. Level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keyin Learn English by News deyapti. Listen a minute, News English, ESL Holiday. Mana shu mavzularda demak darslar desak ham bo'laveradi. Bor artikellar bor, asosan artikel. Birinchisi First Snowfall deb nomlanar ekan. Mana tekshirib ko'ramiz. First snowfall. First snowfall. Today is November 26th. It snowed all day today. The snow is beautiful. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't like the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. My mom zippers my jacket. My sister puts on her hat and mittens. My mom puts on her scarf. My mom zippers her jacket. My sister and I go outside. We begin to make a snowman. My mom starts to shovel the snow. My sister and I make snow angels. My sister and I throw snowballs. It starts to snow again. We go inside for hot chocolate. First snowfall. Demak, mana bir marta eshitib chiqdik. Bu ogohlantirib qo'yay. Bu Canadian accent. Xo'p, kanadaliklar uchun mo'ljallangan asosan. Kanadada ishlab chiqarilgan bu programma. Shuning uchun Canadian accentda o'qilgan artikellar. Bu bizga nima beradi? Birinchi o'rinda aytgandek, listening programmani nomidan ko'rinib turibdi. Demak, listening orqali ingliz tilini o'rganib, Learn English by Listening. Endi ikkinchidan, bu menga yoqqan tarafi, eng zo'r taraflaridan biri. Buni parallel matn degan tushuncha bor. Parallel matn sifatida ham o'rgansak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda mana o'ng tepa burchagimizda translate degan tugma bor. Buni bosib, o'zimizga kerakli tilda tarjima qilib olsak bo'ladi. Tarjimasini ham chiqarib beradi. Har bitta gapda alohida. Demak, today is November 26 deyapti. Hop, bugun 26-noyabr. Artikelning nomi mana First Snowfall. Birinchi qor, fall degani bilmadim. Hop, birinchi qor yog'ishimi, endi birinchi qormi endi. Men shunday o'zim bilganimcha tarjima qilaman birinchi va eshityapman qanday o'qilishini ham. Canadian accent bo'lsa ham, ko'proq menimcha American accentga yaqinroq bo'lsa kerak. Britishda r'lar uncha aytilmaydi. Masalan, my sister desa, Britishda sister deydi, r'ni aytmaydi, buni ko'pchilik biladi. Are desa, buni I are excited, Britishda are deyiladi. Xo'p, buni farqlab olganimiz yaxshi. Keyin yana nima? Mana funksiyalari bor. Pauza qilish, davom ettirish, play pauza. Keyin mana bu takrorlash, keyin mana bu yana eng zo'r joylaridan biri, sekinlashtirish, tezlashtirish mumkin tezligini, Mana shunaqa zo'r programma ekan. Menga juda ham yoqib qoldi. Shuning uchun sizlar bilan o'rtoqlashishim keldi. Maqsad o'zim ham o'rganish va sizlarga ham foyda olib kelish. Kimgadir foydasi tegsa xursand bo'lamiz. Ingliz tili o'zi mustaqil o'rganuvchilar uchun. Xo'p, bu programma Androidda ishlashni to'xtatdi nimagadir, tushunmadim.
Sababini bilmadim. Lekin meni planshetimda ishlayapti. Telefonimdagi ishlamay qoldi. Xavfli programma degan so'z chiqib qoldi. Qandaydir Android himoyasi buni himoya qilyapti. Lekin iPhone'larda, ya'ni iOS'da bu programma zo'r ishlayapti. Buni ham aytib qo'yishim kerak. Nega ishlamayapti degan savollar bo'lishi mumkin. Kanalimga tashlab qo'yaman bu programmani. Play Marketdan topa olmasligingiz mumkin, lekin App Store'da bor. Learn English by listening deb yozilsa chiqadi. Xo'p, mana endi ko'rsatib qo'ysak, buni translate'ni bosamiz mana. Demak, first of all, birinchi qor yog'di degan maqola ekan, artikel degan maqola. Today is November 26. Bugun 26-noyabr. It's not all day today. Bugun kun bo'yi qor yog'di. Demak, men birinchi o'zim tarjima qilib chiqishim kerak. Men o'rganyapman, to'g'rimi? Keyin o'zim tarjima qilib bo'lganimdan keyin xatomi, to'g'rimi, farqi yo'q, asosiysi o'zim qilishim kerak. Ya'ni practice bo'lyapti. Undan keyin men translate bosib tarjima haqiqiy endi juda 100% to'g'ri bo'lmaydi, lekin 100% xato ham bo'lmaydi. Menimcha bu Google Translate bilan birga ishlaydi. Umuman ma'nosini chiqarib olsak bo'ladi. Bir 70-80% to'g'ri chiqsa ham bizga yetadi. Yo'qdan ko'ra o'zimiz qolganini to'g'rilab olamiz. Menimcha o'zi 100% to'g'ri degan tarjima ham qilib bo'lmasa kerak, chunki har bitta tilda o'zini kontekstlari bor, o'zida ma'nolari boshqa, to'g'ri kelmaydigan so'zlar ham bor. O'shaning uchun juda ham zo'r usul deb o'ylayapman. Xo'p, birinchi eshitib ko'rishim kerak, qayta, ikkinchi marta eshitaman. Today is November 26th. It snowed. Yana asosiysi shadowing qilsa ham bo'ladi. Shadowing ya'ni buni eshitganimizdan keyin birga uni orqasidan qaytarish. Shadowing ham juda ham zo'r yordam beradi. Buni ingliz tili o'rganuvchilari juda yaxshi biladi. All day today. The snow is beautiful. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't like the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. My mom zippers my jacket. My sister puts on her hat and mittens. My mom puts on her scarf. My mom zippers her jacket. My sister and I go outside. We begin to make a snowman. My mom starts to shovel the snow. My sister and I make snow angels. My sister and I throw snowballs. It starts to snow again. We go inside for hot chocolate. Xo'p, mana ikki marta eshitib chiqdik. Endi o'zim o'qib ko'raman. Today is November 26. It's not all day today. The snow is beautiful. The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom doesn't like the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. My mom zippers my jacket. My sister puts on her hat and mittens. My mom puts on her scarf. My mom zippers her jacket. My sister and I go outside. We begin to make a snowman. My mom starts to shovel the snow. My sister and I make snow angels. My sister and I throw snowballs. It starts to snow again. We go inside for hot chocolate. Demak, endi tarjima qilaman o'zim. Today is November 26. Bugun 26-noyabr. It's not all day today. All day degani kun bo'yi, bugun kun bo'yi yomg'ir yog'di o'tgan zamonda. The snow is beautiful. Qor juda ham chiroyli. The snow finally stopped. Qor va nihoyat to'xtadi deyapti.
My sister and I are excited. Men singlim bilan men juda ham hayajondamiz. Heyecanlandik. My mom doesn't like the snow. Meni onam esa qorni yoqtirmaydi deyapti. My mom has to shovel the driveway. Demak, meni onam has to majbur, ya'ni kerak, shovel the driveway, demak driveway mashina yurish yo'lini tozalash kerak deyapti. Chunki mashina yurish kerak, qor bosib qolibdi. My sister and I get to play. Men singlim bilan deyapti, o'ynaymiz deyapti. I put on my hat and mittens. Men kiydim nimamni, boshimga va sharfimni, qo'lqoplarimni kiydim deyapti. Hat. My mom puts on my scarf. Onam esa o'sha sharfimni qadab qo'ydi deyapti, kiygizib qo'ydi. My mom zippers my jacket. Onam jaketimni ham kiygizdi deyapti. My sister puts on her hat and mittens. Men singlimdan deyapti, o'sha bosh kiyimi shapkasi bilan qo'lqoplarini kiydi deyapti. My mom puts on her scarf. Uni ham unaqa scarfini, ya'ni sharfini o'rabdi oyasi. My mom zippers her jacket. Demak, jaketini ham kiygizdi singlisiga. My sister and I go outside. Endi singlim bilan men deyapti tashqariga chiqdik deyapti. We begin to make a snowman. Demak, biz nima qilishni boshladik? Qorbobo yasashni boshladik. My mom starts to shovel the snow. Meni onam nima qilishni boshladi? Qorni kurashni boshladi deyapti. My sister and I make snow angels. Demak, men singlim bilan men qor farishtalarini yasashdi, ya'ni menimcha qor malikasini yasadik deyapti. My sister and I throw snowballs. Demak, singlim bilan biz qor bilan o'ynadik deyapti. It starts to snow again. Yana qor yog'ishni boshladi deyapti. We go inside for hot chocolate. Demak, qor yog'ishni boshlaganda ular ichkariga kiribdi. Nima qilgani? For hot chocolate. Issiq shokolad yegani. Demak, endi tekshirib ko'ramiz. First snowfall, birinchi qor yog'di maqolada. Demak, men oldin ko'rgandim. To'g'risi, o'shaning uchun menimcha qiynalmadim shekilli. Esimda qolganlarni tekshirib ko'ramiz. Today is November 26. Bugun 26-noyabr. It's not all day today. Bugun kun bo'yi qor yog'di. The snow is beautiful. Qor chiroyli. The snow finally stopped. Qor nihoyat to'xtadi. My sister and I are excited. Opam va men hayajondamiz. My mom doesn't like the snow. Onam qorni yoqtirmaydi. My mom has to shovel the driveway. Onam mashina yo'lini belkurak bilan olib ketish kerak. Ana qarang mana. Belkurak bilan olib ketish kerak deyapti. Demak, uni tozalash kerak deb tarjima qilib yubordim. My sister and I get to play. Singlim va men o'ynaymiz. I put on my hat and mittens. Men shlyapa va qo'lqoplarimni kiydim deyapti. My mom puts on my scarf. Onam ro'molimni taqadi. Qarang mana. Scarf ro'molim deb beryapti. Ro'mol ma'nosi ham bor ekan. Bizda endi bu yerda nima bo'ladi? Sharf ma'nosida keladi. Endi 100% to'g'ri bo'lmasa ham o'zimiz to'g'rilab ketaveramiz. Asosiysi ma'noni chiqarib bersa bo'lyapti. Menimcha bu juda ham zo'r narsa o'rganuvchilar uchun. Bu o'sha parallel matn deyilar ekan. Men yaqinda tanishdim bu narsa bilan. Juda ham zo'r texnika deb eshitdim. O'shani sinab ko'ryapman sizlar bilan. My mom zippers my jacket. Onam mening ko'ylagimni femoral bilan bog'laydi mana. Mana. My sister puts on her hat and mittens. Onam shlyapa va opam shlyapa va qo'lqoplarini kiyib oladi deyapti. Demak, singlim ham kiydi o'zini qo'lqoplarini dediga shlyapa deyapti. Bu yerda endi shapka ma'nosida keladi. Qishda shlyapa kiyilmaydi-ku. Shutlarni o'zimiz to'g'rilab olaveramiz. My mom puts on her scarf. Onam ro'molini kiydi. My mom puts on her scarf. Demak, noto'g'ri tarjima qilib ketibman bu yerda mana. Onam o'zini sharfini o'radi. Onasi ham chiqyapti, chunki bular o'ynash kerak, ular onasi bo'lsa yo'l tozalash kerak, to'g'rimi? My mom zippers her jacket. Onam ko'ylagiga femoral o'sha jaketini ham kiydi deyapti. Endi femoral deyaptimi? Zippers shunaqa ma'no o'zlari tushunsa kerak menimcha. My sister and I go outside. Singlim va men tashqariga chiqamiz. We begin to make a snowman. Biz qordan odam yasashni boshlaymiz. Snowmanni qor odam deyapti. Biz qor bobo deymiz.
My mom starts to shovel the snow. Onam qorni kuray boshlaydi. Mana bu yerda endi to'g'ri keldi. My sister and I make snow angels. Singlim va men qor farishtalarini qilamiz. My sister and I throw snowballs. Singlim va men qor to'plarini tashlaymiz. Ana, qor bilan o'ynaymiz-da, mana. It starts to snow again. Yana qor yog'a boshlaydi. We go inside for hot chocolate. Biz issiq shokolad uchun ichkariga kiramiz. Demak, mana endi yana eshitsak bo'ladi. First snowfall. First snowfall. Today is Today November is 26th. 26th. It snowed all day today. today. The The snow is beautiful. The The snow finally stopped. My sister and I are excited. My mom My doesn't mom like the doesn't like snow. the snow. My mom has to shovel the driveway. My sister and I get to play. I put on my hat and mittens. My mom puts on my scarf. My mom zippers my jacket. My sister puts on her hat and mittens. My mom puts on her scarf. My mom zippers her jacket. My sister and I go outside. We begin to make a snowman. My mom starts to shovel the snow. My sister and I make snow angels. My sister and I throw snowballs. It starts to snow again. We go inside for hot chocolate. First snowfall. Mana shunaqa, demak, bu qayta eshitaversak bo'ladi. Masalan, men o'zimga shu 10 marta chegara qo'yib olaman. 10 marta eshitaman va yana ham yaxshiroq esimda qoladi. Demak, sinab ko'ringlar, tavsiya qilaman. Qani, kimda qanaqa xulosalar bo'ladi, albatta kommentga yozsangiz bo'ladi. Sizlar bilan Usmonjon Murataliyev bo'ldi. 17 minut bo'ldi videomiz ham. Hammaga omad.